Xitoyning sohibxonligida o'tkazilayotgan xalqaro harbiy olimpik musobaqasida Xitoyning tartibli eli ishlatganligi va musobaqaga qatnash salohiyatining ayb tashlanganligi o'ttirg'i chiqdi. Reperlarning Xitoy mayirlariga qisqa yo'l qilib berib yordam qilganligi va alohida ishora tayyorlab berganligi oshkorlandi. Har 4 yilda bir o'tkaziladigan xalqaro harbiy olimpik musobaqasi bu yil Xitoyda o'tkazilmoqda. Xitoy bu hiyla va saxtliklar bilan navbatda eng yaqin raqibidan 2 hassa ortiq oltin medal olgan. Angliyada bir yük avtomobildan 39 kishining jasadi bayqalgan deloga aloqador 2 kishi qo'lga olindi. Shuning bilan birga o'lguvchilarning kimligini aniqlash xizmati davomlashmoqda. Angliya soqchilari oldingi kuni Angliyaning sharqi janubidagi Essexdagi bir sanoat rayonida bir avtomobilga besilgan konteynerda jasadi topilgan 8 ayolni o'z ichiga olgan 39 kishining Xitoy fuqarolari deb qaralayotganligini, lekin buning tekshirishlar natijasida o'zgarish mumkinligini bildirdi. Soqchilar bu deloga aloqador 38 yoshli bir er bilan teng yoshdagi bir ayolni qo'lga olganligini bildirdi. Bu 39 kishi 25 Selsiya gradus sovuqlikdagi yuk qachilar sandig'ida to'nlab o'lgan deb qaralmoqda. Erondagi namoyishlarda ziyon kuchaymoqda. Bag'dod va janubidagi shaharlarda tunugun o'tkazilgan namoyishlarda o'lganlar soni 30 ga yetdi. Iroq Mustaqil Kishilik huquq oliy komiteti e'lon qilgan yozma bayonotda bexatarlik organlari va siyosiy partiya binolarini qo'g'dayotgan qismlar bilan namoyishchilar orasida yuz bergan voqealarda 30 kishi o'lganligi bildirildi. Voqealarda gaz va o'q kapsullari qatorliq sabablardan bexatarlik qismlarini o'z ichiga olgan 2047 kishi yaralandi. Yana bir tarafdan Efiopiya va Livanda namoyishlar shiddatli shaklda davomlashmoqda. Afg'onistonning sharqidagi Nangahar o'lkasining markazidagi Jalloabad shahrida istixborot xodimlarini to'shiyotgan bir avtomobilga qilingan o'zini qo'shib portlatish hujumida 5 kishi o'ldi. Nangahar o'lkasining bayonotchisi Ataullah Xo'yani e'lon qilgan bayonotda hujumchilarning o'ziga o'rnashtirilgan bombani Jalloabadning 4-rayondan o'tib ketayotgan istixborot xodimlari o'ltirgan avtomobilning yendi portlatganligini aytdi. U hujumda 3 nafar istixborot xodimi, 2 fuqaroning o'lganligini, 6 xodim bilan 15 fuqaroning yaralanganligini bildirdi. Amerika prezidenti Donald Trump 2016-yildagi prezidentlik saylami raqobati jarayoniga qarta elib berilayotgan Rossiyaga aloqador tekshirishning Amerika tarixidagi eng yomon aldamchilik dedi. Trump Aqsaroydan chiqishda Amerikada 2 yildak vaqtdan buyon talash tortishga sabab bo'lgan va o'tgan yili oxirlashgan Rossiyaga aloqador tekshirish haqida Adliya ministrligi ochgan jinoiy ishlar tekshirish haqida muxbirlarning savollariga javob berdi. Trump bu tekshirishni Adliya ministrligi va ministr barg'i qoldirdim. Hech kim ishonmaydigan bir narsalarni ko'rmaydi. Bu tekshirish Amerika tarixidagi eng yomon aldamchilik edi dedi.